Tabiat insoniyatning bebaho boyligi. Uni asrash, noyob o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, tabiiy ekotizim barqarorligini ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yozning issiq va quruq kunlarida o'rmon va dala yong'inlari xavfi yanada ortadi. Shu bois favqulodda vaziyatlarning oldini olish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarga tezkor va samarali chora ko'rish maqsadida yurtimiz bo'ylab tizimli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday muhim tadbirlardan biri Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasida tashkil etildi. Bu yerda Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va Janubiy operativ qo'mondonligi tashabbusi bilan navbatdagi o'quv amaliy taktik mashq o'tkazildi. Tog'li hudud bu yerda bir qator yong'inlar sodir bo'lganda qiyinchiliklar yuzaga kelish holatlari tabiiy. Bunda barcha xizmatlar, mahalliy aholi, volontyorlar, harbiy xizmatchilar, qo'riqxona xodimlari, favqulodda vaziyatlar barcha kuch tuzilmalar birgalikda, hamkorlikda aniq yong'in o'chog'ini shartli ravishda belgilab olib, kuch va vositalarni to'g'ri taqsimlab o'chirsakkina ham samarali, ham o'z vaqtida betalofatsiz o'chirishga erishgan bo'lamiz. Surxon davlat qo'riqxonasi mamlakatimizdagi noyob tabiat maskanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda Qizil kitobga kiritilgan ko'plab hayvon va o'simlik turlari muhofaza qilinadi. Ana shunday hududda xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy boyliklarni ehtimoliy yong'inlardan asrash maqsadida tashkil etilgan o'quv amaliy mashqda Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Termiz garnizon yong'in nazorat inspeksiyasi, Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi, davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari, qo'riqxona mas'ullari, hamkor tashkilotlar va volontyorlar ishtirok etdi. Mashqlar davomida turli shartli favqulodda vaziyatlar modellashtirilib, ishtirokchilarning harakatlari amalda sinovdan o'tkazildi. Xo'sh, taktik o'quv yig'ini qay tartibda amalga oshirildi? Qo'riqxona hududida kuchli shamol ta'sirida quruq o'tlar orasida shartli yong'in yuzaga keladi. Bu haqdagi xabar tegishli xizmatlarga zudlik bilan yetkaziladi. Qisqa vaqt ichida qutqaruvchilar, ichki ishlar xodimlari, harbiy xizmatchilar hamda qo'riqxona xodimlari voqea joyiga yetib kelib, vazifalarni aniq taqsimlagan holda harakatga kirishadi. Hudud xavfsizligi ta'minlanadi. Yong'in tarqalishining oldini olish choralari ko'riladi. Suv sepish, yong'inni o'rab olish, minerallashtirilgan yo'laklar tashkil etish, aholini xavfsiz hududga yo'naltirish kabi amaliy harakatlar izchil bajariladi. Allo, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limimi? Sherobod tumani Uzunsoy mahallasida joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasining Hatay bo'limi Tangidara massivida yong'in sodir bo'ldi. Shunga zudlik bilan Sherobod tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi yordam so'rab qolamiz. Tushunarli. Lokatsiyasini tashlaymiz, tushunarli. Bugungi tadbirda o'tkazishdan maqsad mana Surxon davlat qo'riqxonasini Hatay bo'limida yong'in xavfsizligini oldini olish bo'yicha Surxondaryo viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limi, Sherobod tuman bo'limi, davlat xavfsizligi chegara qo'shinlari, milliy gvardiya, mudofaa bo'limi bilan Surxon davlat qo'riqxonasi birgalikda chora-tadbir rejaga asosan o'zining bugungi dala mashg'ulotlarini o'tayapti. Undan ko'zlangan maqsad mana shu ochiq olovdan foydalanmaslik, ya'ni qo'riqxonani yong'in chiqishi bo'lgan mumkin bo'lgan hududlarda, ya'ni mahallaga tutash bo'lgan hududlarda to'liq o'quv mashg'ulotlari o'tkazilyapti. O'quv mashqi davomida asosiy e'tibor favqulodda vaziyat yuzaga kelgan paytda xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik, tezkor qaror qabul qilish, kuch va vositalardan oqilona foydalanish hamda har bir ishtirokchining amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratildi. Shuningdek, volontyorlarning ishtiroki ham alohida ahamiyat kasb etdi. Ular aholini ogohlantirish, shartli evakuatsiya ishlarida ko'maklashish va xavfsizlik qoidalariga rioya etishni ta'minlashda faol qatnashdilar. Bu joy 4-kilometr tashkil qiladi. Mana shu yerga biz 6-kvartaldan to'g'ri chiqib borsak bo'ladi. 6-kvartaldan to'liq shu yerda lokatsiyasini tashab berilgan.
Tabiatni muhofaza qilish faqat bir tashkilotning emas, balki barcha fuqarolarning umumiy burchidir. Ayniqsa, qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda yong'inlar juda katta ekologik yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois profilaktik chora-tadbirlar, aholining ekologik madaniyatini oshirish va favqulodda holatlarga shaylikni kuchaytirish bugun har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sherobod tumanidagi Surxon davlat qo'riqxonasida shartli ravishda yong'inda barcha kuch tuzilmalar birgalikda o'ziga xos yong'inlarni bartaraf qilish uchun amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazilyapti. Bu o'quv mashg'uloti o'tkazishdan maqsad mana shu kunning issiq kunlarida barcha qurigan xas-xashaklar yonish uchun juda xavf yuqori bo'ladi. Ayniqsa bu yerdan harakatlanuvchi insonlarni har xil yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilib harakatlanishini so'rab qolamiz. Bundan tashqari bu yerda harakatlanuvchilar yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik natijasida har xil ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida bugun mana shu qo'riqxonamizda shartli ravishda yong'in o'chirish amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'rmon va dala yong'inlarining aksariyati inson omili tufayli kelib chiqadi. Tabiat qo'ynida gulxan yoqish, yonuvchan chiqindilarni tashlab ketish, ehtiyotsizlik bilan muomala qilish katta fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro tabiat bag'rida dam olar ekan, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishi, atrof muhitni asrab-avaylashi lozim. Surxon davlat qo'riqxonasida tashkil etilgan navbatdagi o'quv amaliy taktik mashq yana bir bor shuni ko'rsatdiki, favqulodda vaziyatlarning oldini olishda barcha idora va tashkilotlarning o'zaro hamjihatligi, tezkorligi hamda puxta tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday mashqlar orqali nafaqat mutaxassislarning kasbiy mahorati oshiriladi, balki tabiatimizni asrash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va aholi xavfsizligini mustahkamlashga ham munosib hissa qo'shiladi. Zero tabiatni asrash kelajak avlod oldidagi mas'uliyatdir. Uni muhofaza qilish esa har birimizning fuqarolik burchimiz hisoblanadi. Amaliy bosqichda esa tog'li hududning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinib, yong'in o'chirish texnikasi yetib borish imkoni bo'lmagan sharoitda yong'inni bartaraf etish usullari sinovdan o'tkazildi. Xususan, maxsus rezina suv havzalari tashkil qilinib, tog' etaklaridan oqib o'tuvchi soydan maxsus yong'in o'chirish nasoslari orqali suv bilan to'ldirildi. Keyin suv havzasidan maxsus idishlarga suv olinib, masofaviy quvvatlantiruvchi karcher vositasi yordamida shartli yong'in tezkor va muvaffaqiyatli bartaraf etildi. Mashg'ulot davomida kuch tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlik, shaxsiy tarkibning favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish ko'nikmalari hamda yong'in o'chirish vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tajribalari yanada mustahkamlandi. Mudofaa vazirligi tizimidagi Janubiy O'rta qo'mondonligi harbiy xizmatchilari ham o'zining vazifasi bor. Bunga yong'in o'chirish mashinalari yetib kelmaydigan joylarga bizning o'zimizning yong'in o'chirish anjomlari bor. Nasoslarimiz bor, maxsus ko'llardan, buloqlardan suv tortib, basseynlar to'ldirilib, masofaviy karcherlar orqali yong'inni bartaraf qilish choralarini ko'ramiz. Mashg'ulotdan olingan ko'nikmalarini kelgusida yana shunday holatlar yuzaga kelgan vaqtda amalga oshiradilar. Tabiatni muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va aholi xavfsizligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan bunday o'quv amaliy mashqlar kelgusida ham izchil davom etadi. Chunki inson xavfsizligi va tabiat muhofazasi yangi O'zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.